Afsus bu joylar buzilib ketgan. Boyagi chiqqan ovoz mana shu duxumni sinmaydi. Men bu rasmni ko'rib ko'rsam mazza qilmayman. Kim o'zi ham chiqmoqchi podvalga. Lekin bu yerda boya amaki bezovta ruh bor deyishdi bor. Hozirga kelib butunlay rasvosi chiqqan. 2024-yil. Birinchi bor video syomka qilish uchun bu binoga tashrif buyurganimda, bino juda ham yaxshi holatda edi. Tashqi tarafdan ham, ichki tarafdan ham har qanday ujus filmni olish mumkin edi. Birinchi bor bu yerga kelganda tushunib yetganmanki, bu binoni aylanib tugata olmasligimni. Shu qadar katta va ichkarilari shu qadar dahshatli, qo'rqinchli ediki, to'g'risi yolg'iz aylanishga qo'rqaman. O'shanda tushunib yetganmanki, bu yerga komanda bilan kelib, albatta 24 soat qolish challenge-ni olaman deb. Ammo oradan 2 yil o'tibdiki, mana shu binoga yana qaytdim, ammo ming afsus, manzarani ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Toshkentdagi eng qo'rqinchli xarobot joylarda 24 soat qolish uchun Chirchiqdagi eski texnikumga kelganmiz. Ming afsus bu joylar buzilib ketgan. O'tgan yili men kelganimda bu holat anchagina yaxshi edi. Ya'ni korobka butun holatda edi, ichki atmosfera albatta dabdala edi. Hozirga kelib butunlay rasvosi chiqqan. Bu joyda bizlarning o'sha 24 soat qolish proyekti albatta ishlamaydi. Chunki 24 soat qoladigan joyning o'zi qolmagan. Ammo shunga qaramasdan bugun bu xarobani ichkarilarini qanchalik qo'rqinchli ekanligini sizlarga ko'rsatib beramiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Eng dahshatli qo'rqinchli joylari albatta endi boshlanadi. Sababi bu binolarga kirish hozirgi holati juda ham xavfli. Bilib bo'lmaydi, kutilmagan holatda buzilishi bor, tushib ketishi bor. Binolarni ko'ryapsizlar, yarim osilib qolgan, armaturalar zo'rg'atdan ushlab turibdi, juda ham xavfli holat. Shunga qaramasdan biz hozir jamoamiz bilan kirib, albatta sizlarga bu yerni obzor qilib ko'rsatib beramiz. Ketdik. Binoning holatini qaranglar. Men hozir tepada oldingi eski holatni ham ko'rib qo'yaman. Eski va hozirgi holatni ko'rasizlar. Demak, bu yoq podval bo'lgan. Demak, bu birinchi qavat, ikkinchi qavat, 3 qavatli. Даже buni tepasi ham tom bo'lgan, unda ham bemalol yurish mumkin edi. Ya'ni 5 qavatli bino bo'lgan. Hozir mana shu yarim holatida. Pastga tushamiz bo'lmasa. Tashqaridan qaraganda oddiy ko'rinar ekan, lekin ichkariga kiramiz. Mana qo'rqayotgani, mana joylar armaturalar shunchaki ushlab turibdi. Do'stlar, bu yerda ya'ni binoning yarim qismida, kiruvchi qismidamiz. Bu yerda podval ham mavjud. Podvalni ham juda ham katta deyishgan. Qo'rqinchli bo'lgani uchun buni oxiriga qoldiramiz. Hozir yuqorilarini ko'rib, tekshirib, undan keyin bolalar bilan, yolg'iz emas, bolalar bilan ichkariga tushamiz. Buni ko'rishga ketdik. Bu atmosfera haqiqatan juda ham qo'rqinchli. Yana bu texnikum haqida qisqagina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Juda ham ko'p jangari film, o'zbek jangari filmlari bu yerda olingan, Qozog'iston filmlari ham ishlangan. Rossiyalik mashhur reper Morgenstern o'z klipini mana shu binoda olgan, hali buzilmagan holatda edi. Ko'ramiz. Bu yoqni qarang, atmosferasini bitta oling. Valla bu şey de. Ay taraflarını al, yukarıya çıkıyorduysa kanda. Manzaraları bu. Anladım hani. Bu asıl joyda armaturalar ushlab turgan, arzimas narsa bilan ham ag'darib ketish ehtimoli juda katta.
Binoning teng yarmi yo'q. Bu yerda turishning o'zi xavfli. Tepani ko'rib chiqdinglarmi? Mana shunday xavfli joyda yurganingiz uchun albatta bitta like bosib qo'yinglar. Chirchiqdagi eng qo'rqinchli xaroba joy. Mana bu beton shunchaki yopilmagan, bu tepalikdagi beton qulagan paytda devor, derazalar tarafini yopib qo'yishgan. Bu yoq pastlik. Juda ham baland. Rassosiz chiqqan, juda ham. Ko'rishlar mumkin. Agar bu videoni ko'rayotganlarning orasida bu Chirchiq texnikumda o'qiganlar bo'lsa, bu qanday bo'lgan, bir paytlar u holati, ko'rinishi qanday bo'lganligini ham albatta yozib ketinglar. Ko'zga qolib chiqamiz. Bu yo'lda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Atmosferani bitta ko'rsatib qo'yasiz obunachilarga. Deyarli bu zang yovib ketgan desa ham bo'ladi. Juda ham xavfli. Komanda bilan o'sha aytgan eng qo'rqinchli joyiga yetib keldik. Bu yerga tushishni to'g'risi o'zim xohlamagan bo'lardim, lekin baribir ko'rsatish kerak. Ehtiyot bo'lasizlar. Realniy tushib kelmadi. Hozir bolalar realniy pastga tushmoqchi podvalga. Lekin bu yerda boya amaki bezovta ruh bor deyishdi, bori. Farqi yo'qmi? Rast keldik. Bitta aylanib chiqamiz. Hamon yarimizni kerak. Nimalar chizilgan yo'qda? Ishtimi ko'rinmaydi-yu. Yo'qchi dakanta. Biz kerak yo'q. Kirib ko'rasizmi? Yo'q, bu yoqda nomus mana qila olmayman. Bora olasanmi? Odam bo'lamiz. Yon kelgandan bor. Nimani yon turibdi? Javob? Mana ichkariga ham kirib ko'ramizmi? To'g'ri. Shunda lekin qo'rqinchli joy. Shunga ham siz bo'ladi, ro'sta. Yon joy yurgandan Qaysi joy ekan, lekin kirmay qo'yaverdik. bu ishlar ham bo'lishi mumkin. Bitta bola chiqmadi-yu. Nimadir, просто nimadir qulab yo'q, ularada. Bo'ldi. Joyga kirmaymiz, boyagi chiqqan ovoz mana shu do'qimni sinmaydi. O'zi ko'rsatish kerak edi. Kirishni maslahat bermaymiz lekin. Dahshat atmosfera. Tepaga qarab yurlar, operator kamerani olib keling-da. Ularni olib qo'yasiz. Mana Salfetkalar bilan joni olib qo'yasiz. Yana bormi? Вот, короче, xullas, ishratxonaga aylangan, tekin mehmonxona desa ham bo'ladi. Bizda bu yerda anaqa jinlar bor, qo'rqmaymiz, bu yerda bayram qilishyapti. Yigit-qizlar. Ovoz chiqdi lekin qo'rqdi, o'sha xonani konkretni qo'rqdi. Bu yerda ishratxonaga aylantirib tashlashgan, masrofga. Bunaqa joylarga yolg'iz kemaklikdan taqdirlan, kichkina shum bo'lib ham odamlar vasvasiga solib qo'yishi mumkin. Hali komanda bor. Yo'q. Bu yerda bino ham juda avaliyni holati kutilmaganda zo'r chiqqanlar. Albatta.
o'ta talantli inson bo'lgan ekan. Mana haqiqiy holatlarni hammasi. Bu yoqda ham ko'rishingiz mumkin. Men bu rasmni poster mazza qilman. Kim o'zi ham do'st. Men o'zim rasmchilikka qiziqaman. Rasm chizish qobiliyatim ham bor, lekin bu juda ham professional chiqqan. O'sha davrmanlikni borib qoldi. Agar buni chizgan odam bo'lsa, kommentariyaga albatta mayli yozib qo'ying, sizlar albatta bog'lanasiz. Ajoyib. Ya o'sha texnikumman oshxonasi bo'lgan o'yladim. Bu yerga kirdim kelmayapti, juda ham rasvosi chiqqan. Oshxona. Bu yerda o'sha oshxona bo'lgan. Juda ham katta texnikum bo'lgan. Eski paytdagi. Bu da anchagina katta joy ekanligi. Nima ekan u? Nima bunaqa qo'yishgan? Ochib ko'rasan? Xalati nima bunaqa yig'ib qo'yishgan? Bu yerda bo'lmishlar ham bo'ladi işte, может o'zlariga yog' so'qigan bo'lishi ham mumkin buni oladi. Yana bilmadim. Bu уже tashqari taraf. Bu уже biza tashqarida chiqib ketish ekan. Давайте mana shu atmosferani tashqaridan binoni bir ko'rsatamiz. Qaranglar buni haqiqiy xaroba, haqiqiy ujus filmlarini olsa bo'ladigan joy. Arzaychu, banda normal yotib qo'yadi. Dollar. Ha? Bu 100 yillik daraxtmi? Tonka chirib ketgan yarmi yo'q. Mexe. Oradan o'tamizmi? Qancha qo'rg'on tushgan sari bu yerdagi atmosfera juda ham qo'rqinchli bo'ladi. Biz bu yerdagi sayrlashimizni xudo xolasa tugadi. Uyga qaytamiz.